vatandoshlar, biz bugun mana Buxoro viloyatida joylashgan, Buxoro shahrida joylashgan Bilim va ko'nikmalarni baholash agentligi Buxoro viloyat bo'limidamiz xullas kalom. Bu yerda yoshlar mana shuncha yoshlarimiz hozir efir aylantiraman. Mana shuncha yoshlarimiz bu yilgi 2026-2027 yillar uchun oliy ta'lim muassasalariga kirish uchun sertifikat olish uchun, imtihonlarga sertifikat olish uchun mana shuncha, bu hali bu 50% emas, bu 50% kirib ketdi ichkariga. Soat 1dan buyon qabul bo'lyapti. Hozir soat adashmasam 1:30dan ham oshdi hozir. Mana shuncha yoshlarimiz bugun test imtihonlari sertifikati uchun ona tili va adabiyot fanlaridan test topshirish maqsadida yig'ilgan. Juda ham xursand bo'ldim bu holatni ko'rib. Sababi yoshlarimiz juda ham ilmga chanqoq, o'qishga ishtiyoqi baland, qiziqishi baland. Bu davlatimiz, yurtimiz kelajagi mana shu yoshlarimiz qo'lida. Shuning uchun bundan juda ham xursandman. Yoshlarimiz bunchalik o'qishga qiziqishi balandligi. Bu shuning uchun hammasiga hozir chin dildan omad, zafar tilaymiz. Sertifikatlarni olishda, imtihon topshirishda eng yuqori ballar bilan eng yaxshi sertifikat toifalaridan olishga biz tilakdoshmiz. Lekin biroq degan joyi bor o'rtoqlar. Mana shu yerda, mana shu farzandlari bilan birgalikda kelgan ota-onalar, tabiiyki hech kim farzandini, maktab yoshidagi farzandini bu yerga yolg'iz boshi bilan yubormaydi. Har kim bo'lib ham qiz bolalar yubormaydilar. Hamma o'z ota-onasi bilan kelgan va eng yomon tarafi mana shu yerda ota-onalar uchun biror bir sharoit yaratilmagan. O'tirish uchun skameykalar, o'tirg'ichlar, o'rindiqlar va hokazo sharoitlar yo'q. Mana ko'zingiz bilan ko'rishingiz mumkin. Test markazini orqa tarafiga ham aylanib o'tdik. Bu holat bo'yicha men ota-onalardan eshitganman bundan oldin ham, lekin ko'zim bilan ko'rmagandan keyin ishonmagandim. Lekin aylanib o'tdim, orqa tomonda ham yo'q, o'tirish uchun o'rindiqlar, skameykalar hech narsa yo'q. Hamma o'zi topgan joyga mana unday bir toshlar ustidami, mana unaqa sementlar ustidami, biron bir boshqa bir joylardan bechoralar o'tiribdilar. Biz-ku mayli, lekin yoshi ulug' ota-onalarimiz ham kelgan bu yerga. Yoshi ulug' otaxonlarimiz, onaxonlarimiz kelgan. Biz uchun emas, mayli, mana shunday bir yoshi ulug' ota-onalarimiz uchun mana shunday hashamatli bir test markazida nahotki 4 ta skameyka o'rindiq qilishga sharoitlar qilinmagan. Nahotki degan savol bor. Mana nimani test markazini qirg'og'i mana shunaqa dabdabali qalin rishotka zaborlar bilan ulangan, o'rab olingan va hokazo sharoitlar qilingan. Ichkarida ham sharoitlar yetarlicha buni bilib turibmiz. Lekin nahotki ota-onalar uchun 4 ta skameyka qilishga sharoit qilinmagan, bu uchun imkoniyat bo'lmagan, topilmagan. Qarochi, mana shu savol katta so'roq bilan turibdi. Bizda shunaqa O'zbekistonda ayrim joylarda xalq tili bilan bir qo'polroq bo'lsa ham bir maqol bor, getchini so'yib dumini qo'yadi deydi-ku. Shunaqa oxiriga tugallanmagan ishlar, oxiriga yetkazilmagan ishlar. Mana shuncha yoshlarimizdan biz albatta xursand bo'lishimiz kerak. Bu yoshlarimiz kelajagimiz egalari bular. Davlatimiz, yurtimiz ravnaqiga hissa qo'shadigan, chin dildan faxrlansa arziydigan yoshlarimiz mana. Yoshlarimiz ilmga chanqoq, qiziquvchan, naqadar ilmga ishtiyoqi baland. Hammasini ota-onalarga rahmat. Lekin davlat tepasidagilar, Buxoro viloyat rahbariyatidagilar, mana bu xalq ta'limidan deymizmi? Qani bu ota-onalar uchun sharoitlar nima uchun bunday? Mana hozir oftob qayerda o'tirishni bilganimiz yo'q. 90 kilometrdan Olov tumanidan kelganmiz. 90 kilometrdan bizdan uzoq masofalardan ham kelganlar bo'lishi mumkin bu yerda. Bunisini Xudo biladi. Lekin qayerga o'tiramiz charchoq bilan kelib? Qayerda o'tiramiz, qayerda dam olamiz? Soat 1ga qarab mana boshladi imtihon. 1da qabul boshlandi ichkariga. Ehtimol soat 2dan ichkarida start beriladi testlarga. Bilmadim 2danmi, 3dami? Lekin yoshlar soat 5-6ga qarab chiqar ekan ichkaridan testdan. Bu degani biz 4-5 soat mobaynida mana shu farzandlarimizni mana shu yerda tikka oyoqda, oftobda, sharoit yo'q joyda kutib turishimiz kerak. Orqa tomonda joy bor. Nima qilingan? Soya bir yacheykami, usti yopiq qilingan, navesday bir joy qilingan. Lekin u yerda ham o'tirish skameyka yo'q. Men o'tib hamma sharoitlarni ko'rdim. O'rtoqlar,
rahbariyatdagilar bu narsaga e'tibor berish kerak. Bu birinchi marta emas. Bu yerda qancha fanlardan har kunimi, endi bilmadim, haftadami, har necha kunda bilmayman, mana shu yerda yoshlarimiz imtihon topshiryapti. Bu yerdan har viloyatimizning har bir tumanidan qancha yoshlarimiz ota-onalar kelyapti bu yerda va tikka oyoq turishga majbur bo'lyapti. Nechtasini noroziligini eshitdim men hozir. Mana shu yerda suhbatlarda aytildi, nahotki joy qilinmagan, nahotki sharoitlar qilinmagan degan gap so'zlar bo'ldi, noroziliklar bo'ldi, e'tirozlar bo'ldi. O'rtoqlar, inobatga olinglar buni. Bu test markazi bir marta emas, bu yil davomida qanchadan qancha yoshlar kelib bu yerda. Qanchadan qancha bu yerda test topshirilib, mana shunaqa holat bo'lyapti. Mana shunaqa bir xudo hozir oftobda men o'tirish uchun joy qidiraman. Xullas o'rtoqlar, salomat bo'lasizlar. Men agar oshxonalarga boraylik desak, oshxonaga kirib chiqdik, o'sha obedimizni qildik. Shunaqa o'rtoqlar, bo'lmasa biz mana bularga o'xshab bir oftobda bir nima deydi buni? Sementmi, toshlar ustida o'tiramiz, boshqa chora yo'q. Rahbarlar o'zlaringiz ham biron bir mana shunaqa vaziyatga tushganmisizlar? Biron joyga borib o'tirishga joy topmasdan, biron bir o'tirishga bir nima soya topmasdan mana unaqa ahvolga tushganmisizlar? Yoki salqin konditsionerli xonalarda mazza qilib kresloni u yoqdan bu yoqqa aylantirib, qayp etib o'tiribsizlarmi? E'tibor beringlar. Bu yerda qancha yoshi katta nuroniylarimizni ko'rdim men hozir. Otalar, otaxonlar, onaxonlar ko'rdim. Yoshlarimiz mana kirib ketyapti. Hammasiga omad, omadlar, zafarlar. Yoshlarimiz kelajagimiz egalari. Mana shu mustaqil yurtimizni kelajagi bular. Salomat bo'linglar. Efir o'chiraman o'rtoqlar. Buxoro olg'a!